Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü ilişkilerimiz ve muhakemelerine başlayımız. Bugünkü ıslah işkemenin 24. yıl 8. ayının 15. gün haftaga Perşembe vatandaşım. Bugünkü vaziyetimizden aytganda biz bir dunyoga abstrakt nazar taşlaylar, lekin abstraktlikning sayesinde konkretlik bor vatandaş. Abstrakt nazar taşlaylı degende dünyadaki iki çoğun imperializm yani feodal imperializm Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti devleti ve hükümeti. Şundaklı yani birisi mustabit imperializm Rusya Federasyonu ve nöbetki Prezident Vladimir Putin rehberliğindeki Rusya. Ular Ukrayna'ya tecavüz kıldı. Erzimaydigan bir iş. Çünkü zo'ravonlik, dunyoviy zo'ravonlik herkes arziydigan ish emas. Arzimaydigan ish. Millatchilik, Rus millatchiligi, Slaviyan millatchiligi Ukraynaga tajovuz qildi, o'zini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Bugungi birinchi xabarda Ukrayna armiyasining bir tarmoq atrati Azar Moskva shahriga kirib keldi. Onun qadinasi do'sti yoki Manchun xandonligi davridan Chorrusiya davridan do'st bo'lib kelayotgan, O'rta Osiyoni parchalab boshqarib kelgan. O tarafini Rossiya mustamlik qilib, bu tarafi Uyg'uristonni Xitoy Manju mustamlik qilib, hozirgacha shuning davomini davomlashtirib, yana 5 yillik, yana zo'ravonlik bilan Uyg'uristonga hükümranlık kılıvatkan Xitoy imperiyasi. Bugün xabarlarga qaraganda Xitoy armiyasının 84. armiyasi, 82. armiyasi Beijing shahriga kirib keldi. Sebep nima? Junanxayning ichki qismida o'zgarish bo'ldi. Hozir Junanxayda yoki Jungo Kompartiyasining aloqador organlarida vaqtliq hukumat qurildi degan xabar tarqaldi. Hatta vaqtliq hukumat qurilgan mushu kunlarda Jungo Kompartiyasi 4. umumiy yig'in ochildi degan xabarlar tayyorlandi. Ya tarqaldi vatandaş. Mening abstrakt ramki abstrakt nazar deganim qarasangiz u tarafda Rus. Yani hozirgi navbatdagi Rossiya Federatsiyasi imperializmi, bu tarafda feodal Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti imperializmi hozir aloqat davriga kirdi. Aloqat davriga kirdi. Balki bir kunda tugaydi deb biz mo'ljallagan edik burunqi leksiyalarimizda. Hozir bu ikki davlat o'xshash aloqat davriga kirdi vatandoshim. Gumron bo'lish davriga kirdi vatandoshim. Uzil kesil og'dirilish davriga kirdi vatandoshim. Rossiya qanchaga parchalanadi, uning taraqqiyotining tarixini reallik belgilaydi vatandoshim. Jungo qanchaga parchalanadi, uning taraqqiyoti va davomli reallik belgilaydi vatandoshim. Hozirgi to'r betirda bo'layotgan fikrlar va bunga yarasha bizda tayyorlanayotgan fikrlar mushulardan iborat vatandosh. Endi siz bu xabarlarni avval birdan anglaysiz. Material sifatida sizga topshiraman, ham sizning tasavvuringizga topshiraman vatandoshim. Biz birlikda paketlar va paketlar asosidagi tasavvur asosidagi paket ve bu paketler üstünde çıkarılan hükümlerimizi çıkarımız vatandaşım. Hakikaten xatarlik. Yaponiya matbuot xodimi Xi Jinping doğrusu çiğ-çiğdiğen haber ilan kıldı. Mavzulu haber 8. ayının 14. gün Vanvi Tor betidi ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Yaponiya matbuot xodimi Xi Benminfu iki sahnesinde tahlil makalesi ilan kılıp Xi Jinping doğrusudaki haberlerinin işençilik ikenligini, lekin Xi Jinping'nin kisel bolmağanlığını, yoki siyasi özgürlükke duç kelmegenligini ko'rsatib, yana Xi Jinping yaqinda oshkor o'tirg'i chiqadiganligini ko'rsatdi. Çünkü devlet boshqarishda bir qator mag'lubiyatdan keltirib chiqarib, Xi Jinping'ning haqiqiy kechiringlar, Xi Jinping'ning huquqi allaqachon aziyib ketdi. Nupuzi ham, uning inovat nupuzi ham burunqidan tuvallab ketdi. Navbatda Xi Jinping siyosiy hokimiyat krizisiga duch keldi. Endi yana bir xabar vatandoshim, Qizil 2. avlod
qalamdorlari so'z qildi. Jungo Kompartiyasi Hayat Mamat Gervekiga yetib keldi. Xi Jinping hayot bir şekilde hospitaldan chiqishga bo'lmaydi. Buning oxirgi hal qilg'uch jangdir. Bu albatta eng oxirgi hal qilg'uch jangdir. Beijing tamoq ustilida paranglarga qarasangiz, Xi Jinpingga opet yaqinlab keldi. Yaxshilikdan asar yo'q. Obzor So'shaxi 8 ayning 15 kuni 7 soat ilgari vatandosh. Yani bir xabar. Tiananmen sirtidagi xayri harakat 82 armiya Beijingda nopozliq kishilar Xi Jinpingning og'ir kasalligidan xabar berdi. 2 nafar general Zhang Yusha Xibidong huquqni kontrol qildi. Harbiy odam o'qya belida Sharqi darvoza Köpçüket, Qizil 2. avlod, Liu Yuan qatorliqlar bu. Liu Yuan ayni chog'dagi Li Shaoqi, davlat raisi Li Shaoqining o'g'li. Liu Yuan peshqadamlar bilan birlashib Xi Jinpingga besim ishlatdi. Kollektiv rəhbərlik senin hukuk beşi devamlı duruşun ruhsat yok. Senin hakimiyet beşi devamlı duruşun ruhsat yok. Seyşa, özgürüş devri torbiti. 8. ayının 15. günü YouTube. Bu Seyşa'da 2 yıldek boldum, 3 yıldek boldu. Çünkü Beijing partiya mektubunun şavcanı yaki müdiri dercilik ayal Amerika kelib ve siyasi panahlıq tildi Amerikada oltiraqlaşdı. Hazırki bu xabar şunun torbitinden xabar etdim. Ben Beijing'de harbiy özgürüş bolğan joyga keldim. Yani bir xabar. Peshqadamlar sekretarning setib o'tganligidan qattiq g'azablandı. Bunu tushunmadim. Sekretar Xi Jinping'de kimni setib o'tdi, qanday setib o'tdi. Bu to'g'rida anlab boqolmadim. Şunu tushunmadim. Bunu kimni setib o'tganligi to'g'risi aniq bir nima deyolmayman vatandoshim. BDX çataq chiqqanlikning paketlari. 5 çoğun harbiy rayoni qo'mondonlaridan 3 nafar almashtirib etildi. Zhang Yusha qaysi armiyaga qo'mondonlik qilyotdi? Bugungi Volkutsi torbit 8 ayning 15 kun 4 soat ilgari. Bu xabarga diqqat qilishganda bir davlat jiddiy holat davri kirib qolgan vaqtda vatandosh qatmal holatga yakunlab qolgan holatga rahbarlikni almashtirdi. Bunun ishida Amerika va buni kechiringlar, buning ishida armiya bilan tuvan qatlamning o'tirishga munosabatlar, ya'ni armiya qo'mondonlari bilan askariy qismlar o'tirishga munosabatni tanishib turish intayin zaruri bo'ladi. 1-2 kun ortiq turib qolsa munosabat shakllanib qoladi. Almashtirib turmasa bu armiya isyon ko'tarish, g'avg'o chiqarish alomatlari ko'rildi. Shunga hozir Jungo jamiyati bir reaksiya davriga yetib kelayotgan yoki kirganda vatandoshim hozir Jungo Kompartiyasi Jungodagi 5 cho'ng harbiy rayonning 3 nafar, yana bir xabarda 4 nafarni almashtirib etdi deydi. Prezident, yana bir xabar. Prezident Vladimir Putinning maxsus aeroplani urib tushirildi. Prezident Vladimir Putin xizmatdoshlarining besimiga duch keldi. Jungo iqtisodiy borgan sari yomonlashdi. Janglinning nazari 8 ayning 15 kuni yutib. Hozir ko'ryapsiz bu tarafda Xi Jinping o'tiradi, Prezident Vladimir Putin. Her ikisi öz oldiga duch kelgan ziddiyatlar oldida yoki titrayotdi, yoki qanday qilish uchun boshqa turyotdi, yoki buning oqibatini o'ylayotdi. Buningda eg'irroq ko'rinayotgan hozir Rossiyalik Prezident Vladimir Putin. Yana bir xabar. Jungo Kompartiyasining 3 cho'ng gazeti xalqning sadosiga o'rtoqlashdi. Ma'ni ko'ring endi. Jungo Kompartiyasining 3 cho'ng organ gazeti hozir Jungoda xalqning sadosiga o'rtoqlashdi, xalqning sadosiga quloq soldi degan gap o'tandi. Jungoda 3 cho'ng partiya gazeti xalqning sadosiga o'rtoqlashdi. Jungo harbiy taraf xalqning nomida Xi Jinpingni kontrol qildi. Ko'pchilik obzor So'shaxi 8 ayning 15 kuni 3 soat ilgari YouTube. Jungo Kompartiyasi, yana bir xabar. Jungo Kompartiyasining ichki qismida
zor vaqa yuz berdi. Partiya matbuotlari Xi Jinping degan ismni oz eg'izga oladigan bo'ldi. Xi Jinpingning nufuzi xarasga duch keldi. Jungoga nazar partiya rahbarlari BDH yig'iniga to'planadigan bir chog'da partiya boshlig'i Xi Jinping og'rib qoldi. Almashtirib etildi. Ko'rdingizmi gaplarning xilma-xilligini? Hammasi quloq soling vatandishim. Almashtirib etildi. Partiya ichida chatoq chiqqanligi to'g'risida xabarlar tor betlarini bir oldi. Rimribo, Xalq gazeti, Jefanjumbo, Ozodlik armiya gazeti 2 haftadan beri Xi Jinping to'g'risida hech qanday xabar tarqatmadi.